Salam dostlar, yaxşımısızlar? Körüvatqanыңlar Şinjan Mısıran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdarlığıdaki Ailen programısı. Ben Lıraba Abdus. Programımızı Şinjan Lıraba Medeniyet Taqıtı Çeklik Şirketi Çömülü Ballar Məhsulatları, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyat Mərkəzi, Şinjan Önüm Medeniyet Taqıtı Çeklik Şirketi birleşip işleyen. Programımızı yana Şinjan Elxumar Məbləğ Seliş Çeklik Şirketi alaydı qollagan. Bir bala, bir ailenin ümidi. Milyonlagan bala, milyonlagan ailenin ümidi. Programımız arqılıq milyonlagan ailenin ümid çırığı bolğan ballarımızga toğrı yetekleş, süpetlik hemrah buluş bilimlerini beriş bizning baş tatib bolmaydigan mecburiyetimiz hem mesuliyetimiz. Programımız arqılıq yana her saha, her kasıpdaki natija qazangan kişilerimiz bilan birlikte ilgar idealik ata-onalarning farzand tarbiyalash jarayonidagi qiziqarli hikoyalarga quloq solamiz. Programımız yana psixikalik maslahat berish uchun Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyat Mərkəzidən Muborak Malimni alay taklif qildim. Qarshi olamiz, Malim. Rahmat. Unda olsa bugünkü programımızda alay taklif bilan kelgan suyumlik aile a'zolari zodi kimdir? Birlikte ko'rib baqaylik. Ürümçi şəhri Yengişehir rayonluq Xalq Sud Məhkəməsinin sudisi Tursun Musa və onun omaq qızı Elfinur Tursun. Elfinur Tursun Beijing usul şöyəni qarmağıdakı 2019 yıllık Naqshi usul kasbining o'quvchisi. 2014 yılı Yipek Yolu Xalqaro yosh o'smirlar modul musobaqasida chempion bo'lgan. 2015 yılı yolg'iz kishilik naqsh kechiligini o'tkazgan, ko'p qitim Markaz televiziya stansiyasi, Şinjan televiziya stansiyasi qatorliq televiziya stansiyalarining chag'anliq kechiligi va boshqa kechiliklar qatnashib, nomer o'rinlagan bola cho'lpon. Zulfinur Tursun, Ürümçi şəhərlik 10-cu başlanğıç məktəb oxuyucusu. Köp qitim hər qaysı televiziya stansiyaslarının köp xil proqramları qatnışıb, köpçilikning yaxşı görüşüyə erişgan. Bugünkü son programımızga aziz mehmonlarimizni taklif qilib oldik. Bunda xo'sh hozir mehmonlarimiz bilan qisqacha bir tanishib baqaylik. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Elfinurni hammadan bek tanıymiz-da. Kichik cho'lpon, kichigidan cho'ng bo'lib ketibdi bu qizmi? O'sha Elfinurlarning cho'ng bo'lib ketganiga qarab, biz sal qiyirib chiqdim, o'ylab qoldik. Elfinurning ismi chiqishi bilan albatta tabiiyat dadasininki ismi chiqdi Tursunkamning. Undasi birdan bir tanishib chiqaylik. Ekrandagi do'stlarimiz atraf salmonlar beraytamsizlar. Ekrandagi do'stlar qanday ahvolingiz, yaxshimisizlar? Mening ismim Tursun, Elfinurning dadasi bo'laman. Do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Elfinur. Singlingiz? Do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Zulfinur. Zulfinur, Elfinur. Bir jup qizlar qancha yosh farq qildi? 3 yosh farq qildi. Shunchalik chiroyli, kichigi bek sizga o'xshabdi. Cho'g'absiz o'xshaydigan o'xshaydi. Elfinur endi bizning ben balla programmasida ishlayotgan vaqtlarimda bek kichikdi, umma kichik 6 yosh, 7 yosh vaqtlarimdagi her yıllık balla programmasının kiçiliklərdə, çağanlıq kiçiliklərdə çoxum səhnədə batida hem naqş etadigan, hem usul oynaydigan canlıq kiçik çoğballarının birisi. Bunu 5 dügücə, şundaq çoğ bir qız olubdu. Elfinur tunji səhnəyə çıxan vaxtda qancha yaşdı? Tunji səhnəyə çıxan vaxtı 4 yaş vaxtı çıxan. 4 yaş vaxtıda. Uçan qaysı nömrəni orlagandınız? Başqa naqş etgan ballağa ben oqulub axırda söyləyib turdu. Ondan keyin naqsh etadigan bo'ldi o'zi, ya. Şu Elfinur Tursunkam bilan biz tunji qitim bundaq bir yüzdirani paranglashishimiz, lekin hemen programda ishlayotgan vaqtlarimda Elfinurning gapi chiqsa, cho'qqim dadasining gapi chiqadi-da. Tursunkam ketdikan, nomerni ketdikan, Tursunkam ketdikan, kino ketdikan deb bizning hech qanday rejissor qizlarga cho'qqim dadasi bilan bevosita paranglashib qoldi. Siz mushu kasbdan chiqqanmi Tursunkam? Yo'q, men o'zim sud mahkamasida ishlayman, sudchi. Ha, oy. Sanat bilan munosabat yo'q. Unda sizlarning oiladan bir sanat bilan munosabat yo'qmi? Ballarning opasi shu sanat maktabida o'qigan. Ha, ayollar sanat maktabida o'qigan. Qaysi kasbda o'qigan? Viktoriya. Men bilan bir kasbda o'qiganman. Shunda bo'lganligi uchun siz mushu sanat kasbidagi qizlarga Bekrak amrak yazın. Ayağınızdan sen tekrar bu kadar talap dikensiz. Şu
qalbingizdagi ma'budingiz bo'lganligi uchun qizlaringizni bir yaxshi san'atkor qilib tarbiyalay deb o'ylabsiz-da? Men endi dastlab talam cho'qim bu balnim shu san'at yo'lida mang'uzman yo bo'lmasa bir usulchi qilman yo artistman unda qilib bir o'zimda unda bir nishon bilan boshlamagan bu ishni-chi. Shu Alfinur 3 yosh vaqtida endi bir qiz bola bo'lgandan keyin cho'ng bo'lsin badan sifati salomatlik shuning bir ozroq foydasi bo'lib qolarmikin deb o'sha vaqt o'zim opadim usul o'rgangan. Izchil davomlashtirib kelib 4 yoshlargacha kelguncha bir yilda hali bir ancha muncha harakatlarga qo'llar keladigan bo'lib qolgandan keyin shu tiziyasidan programmalarda boshqa naqsh etgan bola cho'lponlarniki oq taraf turib o'ynab turgan shafalar bo'ldi. Biz buni endi ekronni ko'rib shu Alfinur shu deb izlab ba'zida topalaymiz, ba'zida topolmaymiz, o'tib ketadi ekran o'tib ketadi. Nomer bo'lgan bir qatim ko'rib qolsak shunda xo'sh bo'lib ana shu bo'ldi-ku, shu davomli bang'usak deb tursak bir 5 yoshdan ozroq oshgan vaqtda men nima ish qilib naqsh etmayman deb bir kun menga shunday dedi-chi. Men nima ish qilib naqsh etmayman deganki, men naqsh ancha muncha uydalik bir naqshdan chiqib qolsa shuni agishib o'qib deganda kishilar bo'lgan, lekin undan naqsh etganligini men eslatib qolaman. Siz aytdingizmi, usul endi gunotsiz naqsh etamaysiz. Boshqalar qilganini men nima ish qilmayman, men nima ish etamayman deganki, turib bu gap menga ta'sir qildi-chi. Shuning bilan apirpaqa shu kasbni bildiganlarnikiga da do'yinpon qapadim. Yana bir tunishim bor. Shunga turib ovozini bir anglab baqsin deb ovozini olib, ovozdak yaxshi kelib tarbiyalasilgan ovozga. Chuqur shu naqshiyatni bir qilsaq, yana bir naqsh yozaylik dedi. Shu naqshni birini yozib, Tilziya stansiyaniki 6 yosh kirgan vaqtda naqsh bitdi. 6 yosh vaqtida undan keyin balla bayram programma berdik. Shu undan keyin shu imkosim yaxshi bo'ldi. O'zim sani qiyofat bo'lsin, naqsh etishimiz yaxshi bo'lgan. Endi shu naqshiyatni tarbiyalasak bo'ldi kelib, shundan boshlab undan keyin naqshiyatga kirishib bir sistemni tarbiyalashga boshladim. Yaxshi bo'ldi. Nurg'un odamlar balkim o'ylaganda dadasininki majburlashi bilan bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldi-ku ko'pinchisi. Chunki bir kasbga kelganda ko'pincha ota-onalar bolasini usulga bag'is keldigan, hammasi rasmga bag'is keldigan, hammasi musiqaga bag'is keldigan bir to'lqindak bo'ldi emasmi bu? Lekin aslida Alfinur o'zida bir qiziqish, o'zida bir mushun talab qilish bo'lgandan keyin bir yetaklash bo'ldi ekanda. O'zini bayqabdi, o'zini bayqabdi shu naqsh jihatdan. Endi usulda biz kichik bolalarni o'yni qo'l ko'tarib o'ynab, ularni bola yaxshi ko'rdi, lekin rasmiy mashq jarayon kelgan vaqtda buni chidab bo'lmaydi. Bola chidab bo'lmaydi. Biz buni shu ota-onalar o'zimizniki ching turib izchil davomlashtirishimiz to'g'ri keldi. To'g'ri. Bu usulninki ham mashqlari baq qattiq. Men kichik vaqtimda shu usul endi shonyangonmi shu chaqda shu ugun baqqan bir do'stimiz bo'libmi san'at maktab usul kasbiga imtihon bergan chaqda uni imtihonga men oz qolgan vaqtda bak mashq qilganda ikkimiz ikki tarafdan tutqizib ustidan ma'lum degan bisib u degan yig'lab ketadi. Shuni ko'rib men hargiz usulchi bo'lmayman. Men kichigimdami san'atli qonozmi qandoq men bak kuchli mashq qilsam o'yini qolibdim. Shu ma'lum men taqqat qattiq mashq qilmaydi, lekin biochigirim bak yaxshi ekanda, shu cho'qim usullarni olib o'ynaydigan qilib lekin jibinglarda uncha yaxshi emasdim. Faqat jibingni yaxshi emasdim, chunki u bak og'riydi emasmi? Sizlarning shunday jaboliq mashqlarni qilsizlar-a? Hozircha nima qilyapsiz? Beijing Wudao 学院 Voy, qancha vaqt bo'ldi? 1 yil bo'ldi hozir. 1 yil bo'ldi. Chuarni to'liqsiz 2-yilda. Beijing Wudao 学院ga o'tmak bak tasqo deyman-a. Buni endi qanday deymiz deganda burun men Alfinurni Beijing Wudao 学院ga shu jonsa o'tish emas. Endi o'shani o'qisaq deganda uningga o'ylashni tasavvur qilmaydi. Nima deganda bu birisi usulninki mashqlarda qattiq. Men dastlabda o'rganib, ma'lum bir bosqich baygandan keyin u davomli usulni jibingonglarni yaxshi chang tutish to'g'ri kelgan. Ma'lumni qilib qolsam, bagarni qilib ketib, boshlari yerilib, ishib ketgan ahvol bo'lgandan keyin men o'zimga bir xil nafratlangandim-ku. Bu nima ish o'zimning bolasi tursa men shunday qilmay, bu to'xtab qolaymi deb qilsam, bola ilgirlab mana men aytgan bo'ldi, shuni men paqay davomli qilib ching turib baqsam bo'lib kelgan bir ikki qatim bordim, lekin ma'lumlar qattiq besib qilgandan keyin men chidamaydi ekanman. Shuni bilan qana qilma, opirib qo'yman. Ma'lum dars o'tadi. 2 soat dars o'tgandan keyin og'il kelman. Qattiq darsni ko'maydiganli bo'ldim. 2-3 yilgacha ko'mdim darsni. Anadan keyin
Şunun bilan bir vaqtlarda qarsam xali jibingomga asos berib qolganda shunun bilan surishtirish orqali Beijing udan shoyanni bilaman, lekin Fujungsiniki bunchalik yaxshiligini bilmayotganman. Surishtirsam bu Fujung hamda bizningki davlatimiz ichida emas, xalqarodami oldingi o'rin turgan. Davlatimizda birinchi o'rin turgan Fujung. Xalqarodami birdan 3 kishi bo'lganlikda shunda turadigan bir mukammal sistemalik bir san'at maktabga, uning ustiga bu maxsus usulni tutmaydi. Madaniyat fanlarimi bularninki madaniyat fanlari bek kuchli. Shuning bilan shu maktabga bir imtihon berib, yo'q bo'lsam qanday bo'lar deb tayyorlik qildik. 11 yosh vaqtida bordik. Birinchisi berib, bizning unda o'ylaganimizda ba'zilab imtihon bir o'tib tanish yo'q ekan, bordik. Birinchi berib bildikda bizning nurg'un yetersizlik tarafimizda borlig'ini berib, birinchi turni o'tib ikkinchi turga vaqtda shalinib qaytib kelib, yana davomli bir yil tirishdik. 2019 yıl birinci ayda berib qaytib imtihon berdi. Bu maktabga yilda endi 60 ming bilan 100 ming odam atrofida o'quvchi tizimlayotgan. Tizimlatganlar shunchalik. Qabul qilgan odam soni shu eng jiq qabul qilgan yilda 140 ni qabul qildi. Az bo'lgan 130, Elfinur bo'lgan yilda 130 ni o'quvchi qabul qildi. Tizimlatgan odam mamlakat bo'yicha, dunyo bo'yicha bularga chet ellik balam oldi. 68 ming odam tizimlatga. 68 ming odam ichida shu mamlakat bo'yicha kasbda birinchi bo'lib o'tdi. Shundan bilan men cho'qim qachon hisob qilmaydi. 68 ming odamning ichida birinchi bo'lib 100 bala, 130 bala oldi desak, shundan ichida kasbda birinchi bo'lib o'tdi degan. Bu haqiqatan bir degan gapdan. Haqiqatan oson natija emas-da. Men ma'noda bir narsa his qildim, bayqa gapingizdan. Nurg'unlagan ota-onalar balalarini qiziqishi bo'yicha ashuna har xil tarbiyalash markazlarida tarbiyalaydi bu bolalarni. Lekin tarbiyalagan chog'da nihoyatda tuvan bo'lgan o'giza yoki to'ris deymiz, tenxoban. Ota-onalar bolalarning shu to'risini yomon tuvan mo'ljarlab qo'ydi. Masalan, usul o'rganib qo'ysa, bir ayak berib to'y to'kinib qolsa, ay deb qo'lni ko'tarib usul o'ynab qo'ysa. Yoki bo'lmasa, o'gitib qo'ydik hamda o'zining xolishi qanchalik davomlashtira oladi, uni uqmayman. Yana bir eng qiziq yeri, bagim yo'q deb xo'shnam berib ekan, shuni berdim. Do'sti bilan birga berib kelib ish pishqini chiqarsam bo'ldi deb munda qo'yib oldi. Lekin bola bag'an seri anan kirishgan chog'da Tursunjon apandimdek uning rasmiy kirib hamroh bo'lib, hamma ishga kirishib munda qilmaydi-da. Eng qiziq yer nima deganda, boy degandek o'lchamni noyat tuvan qilib oldi. Bu ko'ngil ichish ishi-ku. Sen xalgan chiqsang bo'ldi, qanchalik qila olaysan, u mayli dedi. Hatto bola o'zimi boy deb ekan-ku 5 yosh vaqtida. Men nimishqa kaynida usul o'ynayman, amaliyotda dada menmi naqsha etib, sahnaning oldiga chiqa olayman degan chog'da dada bo'lgan odam nihoyat yaxshi inkos qaytargan-chu. Voy balam, o'zingizga ishning joyi emas. Unda bo'lsa, juring ovozingizni anglatib baqay. Naqsh ishlab baqali, etib baqsun deb nihoyat harakati bilan menga quvvatlagan, harakatni quvvatlagan. Lekin bizning ota-onalar ba'zilar qanday qildi degan chog'da, voy balam, shu sahnaga chiqmaganlarmi jiq? Siz chiqdingiz-ki, shu kayinli bo'lsa-mo, siz chiqdingiz deb to'g'risini bag'an sari pakal tuydi. Shuning bilan qaysi xil ahvol yuz berdi degan chog'da bu vaqtliq qiziqish. Kayinini davomlashtirmayman. Hatto men xalqqa vaqtimda voz kechivasam bo'ladi deydigan narsa bolaga bishorat berilib qoldi-chu. Endi yana bir yer nima degan chog'da usulga beribdi, lekin usulga bergan vaqtida siz u maktabda o'qitaman deganni balkim o'ylamagan bo'g'aydingiz. Lekin kallingizga kelgan vaqtda siz bir yil burun ashaga berib sinab baqayli deb opiribdi. Ma'lum endi men davatgan iliq to'g'risi-chu. 68 mingdan 1. Bu to'g'risi endi bakli yuqordiki, bakli egiz. Nurg'un ota-onalar mushu nuqtani bak yaxshi anglaskan degan umidda men amaliyotda bolalarning ma'lum to'g'risini qilyapmay osmonni ichiversak-chu. Yulduzlarga, aylarga, quyoshlarga yetadi. Shu hozir meni osh gap esim keldi. Balkim nurg'un odam bo'lgan bo'lsa, Tursunjonning o'rnida voy u Beijing Vudoshiyanga o'tmak bak tasga, uning ustiga bakchiq iqtisod ketdi, balkim manda butun dunyoning hamma yerdan kelgan odam keldi-ku bolam. Uyaga endi bizning o'tashimiz bak tas. Siz missionerlik bir maktabni tanlamsiz ya deb nishonni balkim boshqa yoqqa burab qilishi mumkin-da. Endi shunda yaxshi harakatga kelib, bir yilda
Dedi ki ikinci turda ötəmək qayıtıb gəldik. Nurgun yetersizliklerimiz var ki. Burada hiç qısı yok. Bizning yan vaqtimiz var. Bir yıl tang tirishayli deb, bir yıl tirishib kelgan hozir 68 mingdan bir odamning birisi bo'lmoq. Aşının iş hareketini pek yaxşı öğretken, birisiga balaga vaz keçmeslikni öğretkenço. Nereden yıkıldık, derhal xulas qilamiz, aciz yerimizni bilamiz, qaytib kelgandan keyin biz yana shu bo'yicha plan maqsad bo'ldi deb. Ikkinchisi shu, planlashni öğretken. Agar mushna maqsa bu bala o'tirmakka o'rniga chiqqanda, to'liq o'tirg'i chiqqanda yoki uningni yuqori o'lagan chaqda, har bir azgalga tushgan chaqda qo'rqmay o'rnidan dars turishni, xatoliklarni yoki umursizliklarni xulos qilishni, ana xulos orqali planlashni o'rgatdim. Ma'u amdi pek güzel terbiye, bizde var yaxshi terbiye. Yaxshi. Amsi Elfinur o'zidan anglab qolgancha shu 68 ming odamning ichida birinchi bo'lib o'tibdimi degan xabar qana keldi. Sizlar bash tordan tekshirib ko'ram dekansizlar yoki sizlarga qanday uqtirish qilgan? Tordan o'zimiz tekshiramiz. Ha, qanday bo'ldingiz shu chog'da? Bak qiziq hikoyani anlattım, shunda firma. U chog'da men uxlab qolgan, andan keyin dadam u bir neda telefonini qarab chiqibdi-ki, birinchi deb chiqibdi yig'lab. Dadam yig'lab ketdi-mi? Aka sizni uyg'otdi. Siz uxlab uyquchilikda angladingiz deylik. Balam birinchi bo'lib o'tibsiz degan anglagan qanday hissiyat bo'ldingiz? Qallamga singan. O vaqtda ikkimizning qoldi qop qo'rqdim. Men imtihonniki bizga degan vaqtda 11 da chiqdi dedi-ku. Bejan vaqtda 11 da chiqdi degandan keyin, imtihon berib chiqqandan keyin biz naq maydon imtihon kiramagan keyin bolaning kayfiyatini qarasam, ba'zi nuqtalarni so'radim, bolam qanday oldi, qanday nima qilsam, bir tarafini qarasam, shunda yaxshi berib aytgandek. Anadan keyin yana ba'zi tarafdan so'rasam, yana bir yetersizliklar bordek o'zim shundan nima bo'ldilar, endi bu o'tamay qoldimi yoki eng oxirgi imtihonda birinchisini o'tdi, ikkinchisini o'tdi. Biz shunda umidlanib turgan vaqtda agar o'tamiz bizga bir xil besim bo'ldi. 5 yil qilib qolsin balki bo'lib ketmaydi. Oxirgi berib natijalarni tanlaydiganning ichiga kirgan vaqtda bu qanday bo'ladi deb shunda jiddiylashib yotoq kirgandan keyin bolam natija chiqib bo'lgach biz birdan oylanib bir shamoldab kiramdiq desam, men chiqmayman dedi. Men chiqmayman, o'zing chiqib kiran degan keyin men chiqdim, oylanyapman, Bejonning ko'chasida yanyapman, bizdan shunday vaqtim to'shay deb qolib kirsam uxlab qolibdi. Uxlab qolgan keyin men toza uyga kirdim. Toza uyga kirib, uxlayotgan nima qilsam agar bir o'tamagan bir ishlar bo'lib qolsa, ya'ni bolaga bir ta'sir bo'lib qolsa, toza uyga kirib, kayfiyatini kontrol qilolmay qolsam, bolaga ta'sir bo'lib qolsa deb o'ylabsiz-a? Ayol bir ko'rib tekshirib, kayfiyatini kontrol qilib olgan keyin chiqay deb qarab tekshirdim. Chunki o'rinning nomerini kirgizib, maxfiy nomerlarni kirgizib tekshirsam, eng avval ko'nglim bir degancha, eng oxirgi nimaga yozildi, imtihon natijasi manchi bo'ldi, nechinchi bo'ldi degan tayin qilgan yerini ko'ribdim. Bir deganni ko'rib, nima bilmadim-da, nima deyishini bilmay chiqib, Elfinur o'tibsiz deb uxlayotgan. Ikkimiz bir-birimizga esib yig'lab ketdik. Shu vaqtda men tak do'stlarimga dedi, sen shundan nima qilasan? Bu o'zining xizmatining o'rningmi, jamiyat bir kishi o'rningmi va yaxshi balangmi endi qanday bo'lmasin bizning bolalarimizni hech kim bilmaydi. Sening balang nima qilsa bir 10 odamning ichida birsa, ma qiziliqi mashrab yo'q degan naqshni aytgan, televizorga chiqqan, to'rlarda ko'rimiz deb boshladi. Bo'ldi qo'yan nima qilasa degandan keyin men ba'zilik bu nima qildim, nima qilishni qilaman, bolani kichik bolani nima ishda eg'ir mashq qilib men bir nima keladi deb qo'rqib o'zim ba'zi nafratlandim. Shundan shu imtihon natijasi chiqqandan keyin butun narsani unutib ketdim-da. Xushalliqda bo'ldi. Oxir bizning u bir boshlanish, lekin endi men Bejonda o'shani hujum o'tib, hamma yuqori bir pallikka deganlik emas. Boshlanish nuqtamiz ham boshqalarga qaraganda bir qadam ilgariroq bo'ldi. Yani buning oqisida to'liqsiz o'qiyotdi, to'liq o'tirdi o'qiydi, undan keyin dashiga imtihon bergan keyin nurg'un ishlar bor endi. Shundan bo'lsa boshqalarga qaraganda bizning boshlanish nuqtamiz bir qadam yuqoriroq bo'ldi degan shu vaqt o'zim tasalli tepib natijalarni tatgan japalarim, maktab opog'alarimni hamma biraqlam ko'tarilib ketdilar shu deb qo'shib qoldim. Başlanış noktası en doğru oldu degan narsa. To'g'ri mushuninga qarta mening bir narsa o'ylaydiganim bor. Endi ko'pincha ota-onalar bolalar kichigida uning qiziqishini bayqab, yoki uningga o'z yaxshi ko'radigan orzu nishonni tiklashga yordam berolmaydi-chu. Hattoki o'rta maktabni bitirib, oliy maktab imtihon beradigan vaqtdami bolasining nima orzusi borligini hatta bola o'zimi bilmaydi, ota-onam bilmaydi. Kesib tanlashga kelganda, aslida men o'ylayman, u bola cho'qim kichigidan tortib, o'zida bir qiziqishiga asosan uningda bir yetaklash bo'lsa, men cho'ng bo'lganda bunday ish qilma deydigan bir nishon bo'lishi kerak-da. Masalan, men shunda bo'lgancha, men 7 yosh vaqtimda men cho'ng bo'lgan riyosatchi bo'lmay aytdim.
u chog'da riyosatchi degan narsani hech qadam bilmaydi. Mening ota-onam ziyoli bo'lg'achqa shu chog'da riyosatchi degan narsani menga bildirgan. Shu men 7 yosh vaqtimda sahnaga chiqib ekanman, riyosatchi bo'laman deb ekanman. Shu nishon bilan mengib, endi boshqalarga qaraganda sal tezroq yetdim deb o'ylayman. Endi mushta bir narsa bo'lish kerak ekan-ku. Endi Nurg'un otalar qanday qilgan deganda o'tir maktab to'liq o'tirib bitgandan keyin orzu yozgan chog'da ayliq urug' tuqqanlarning ichida xizmat o'rni yaxshiroq, yuz obro'yi baroq bir tuqqanning uyga berib, endi sizlar bizning jiqoqqa jiqishlarni bilsizlar. Andan keyin shu bolamga bir orzu tanlab bersam. U oliy maktabda kim o'qiydi? U tuqqani o'qamdi, bola o'qamdi. Kimning arzusi? Bu cho'qim balaning arzusi bo'yicha bo'lgan vaqtda uningga xuddi mushbanlarimizga jafo bilinmagandek, mashqlar ig'ir kelmagandek, u maktabdagi jafomi, darsmi hech narsa bilinmaydi, xo'shallik tepib turib o'qiydi. Agar u boshqalarning arzusi bo'yicha bo'lsa, shu putqolni bog'lab so'rab olgandek, endi kun o'tkazish uchun o'tadi. Kim maktabda 5 yil bitirib chiqqandan keyin balkim u yana shu kasbni yo qiladi, yo qilmaydi. Ondan 20 necha yoshga kirgan vaqtda yana qaytadan boshlanish nuqtasini belgilaydi. Özünün qiziqishi bo'yicha boshqa bir kasbni yo tanlaydi, yo tanlamaydi. Yoki shu bo'yicha bir umr xizmatga bordi, keldi, yo xizmatdan xo'shallik topolmaydi, yo turmushdan xo'shallik topolmaydi. Kichigidan hayotida bir xo'shallik topadigan bir nishon, bir orzu, uning hayotiga bir ma'no ato qiladigan bir narsa bo'lishi kerak ekanda. Nahos Elnur sizning do'stlaringizning ichida yoki bo'lmasa boshqalar bo'lsin, nimda jafo tatsa, bek tasqubib qilmag'ina bo'ldi deydigan, yo bo'lmasa sizning o'zingizning bek tasbirishga bu dadam nimda qildi, kashkichi men kirishib olib, meni kashkichi mashq qildi ekan deb ochimiz kelgan vaqtlar bo'lganmi? Boshqa do'stlarim o'ynayotganda men mashq qilyapman, andan keyin boshqalar jiq bir narsalarni yeb, andan keyin qilayotganda men o'zim yaxshi ko'radigan narsalarni yemayman. Nima ish qilmaysiz? O'ruq shogird sizlarni qaraladim, mama bu tema. Bu o'ruqlayman degan narsa men Beijing Wudo shu yerga o'tgandan keyin paydo bo'ldimi yo uni oldidan bordi? Yo'q, uni oldidan bordi. Nimishqa? Mush kasb qilgan bo'lganingiz uchunmi? Şeyga bir gap qistirib qo'yib qo'yatdi. Ekranning oldidagi ota-onalarning to'g'ri tushunishini umid qilmayman. Bunda bo'ldilik birinchi berib imtihon o'tamagandan keyin bizning yetarsiz jihatda yana birisi qilmish badanningki ozroq 1-2 kilo atrofida ig'irlikni ishib ketgan bir nimasi bor. Ularning o'lchami bor. Masalan, futdan uzunliqmanchilik, qo'lning uzunliqmanchilik, badan ig'irliqmanchilik degan ekan. Shuning bilan qaytib keldik. Qaytib kelib keyingi yil bo'yi o'sdi. Ondan keyin imtihonda yana o'sha bir bu yillarda tayyorlikni ketdik. Yana bir o'tamay qaytib ketgan ish bo'lmasin deb bir tarbiyalash kursiga ma'lumot olib baxtimcha imtihondan burun. İmtihanıma bir 3 gün qolgan vaqt apardım. Aparıb ma'lumga bir ko'rpasansa, men jihatni ko'rib, bu bolaninki yaxshi bo'pti bu yil dedi. Amma jihatlar bor, lekin yana bir yetersizlik bor. Shu ig'irlik o'lchamda ishib ketdi dedi. Lekin o vaqtda menga nisbatan hargiz o'zimning bolasi bo'lgan simiz emas, uruqlig'i deymanda. Shunday qilsa bu ma'lum bo'lmaydi, uruqlimiz bo'lmaydi 3 kilo debdi. 3 kilo imtihon 3 kun qolsa 3 kilo uruqlish mumkin emas desam, 1 kilo uruqlishim hisob emas, masalan bir amal qilib bakkan debdi. Şundan ma'lum qashdan qaytib chiqdik. Qaytib chiqib 3 kungacha tomoq berdim bo'ldi. Nima dedingiz? Atganda yemay piyer berdim. 200 gram yemay piyer edi. Normal. Tushda anadikin shu sayiliqi yeshil ko'ktatni yegizib, kech tomoq yemaydi. Anadikin shu biz tushgan mehmonxonaniki koridorda qilin qishlik kiyimni kiyib, yuguraydi, anadikin ashna ichida o'mligizib, mang'ozib, tay chiqarib o'rxoltimiz deb degandek shu 2,5 kilo 3 kilo atrofida o'riqlab ashlarni o'lchimiga to'shdi. Tez suratda o'riqlab imtihonni o'lcham o'tib keldi. Lekin hozirmi shu endi mushkasni qilgan bo'lgan cho'qim bir badal to'lash kerak deb o'ylayman. O'zimni shu hozir qabul qilib oldik buni asosiyatni. Shunga shu 10 yoshdan boshlab hozirgacha aslan kech tomoq yemaydi. O'lchamlik hamda ozuqliq jihatlardan endi uni tanishib beramiz. Amal bor endi ba'zi vaqtlarda endi kichik bola bo'lgandan keyin bir ya xo'go yeyman, uni yeyman degiz kelib qolsa, opirimiz hamda bolaning nimasini davom bekmi cheklab ketib bo'lmaydi. Shu vaqtlarda opirimiz, boshqa vaqtlarda aslan o'zini kontrol qilib, 4 yilda bo'lib qoldi. Kechdan qolsa yemaydi. Bugun shu oldinlardagi misrani yig'nadimi yo'qmi? Yig'izmas bugun yig'lam. Yig'lamiz men bu tursunkamda men dam bobo. Yig'lam. Sizlar uchun bir ketdim men bir nima biray, fursat biray. Bu simatmaydi-ku. Ma'noda uchun bunda bir ilmiylikni bayqadim. Bizning nurg'ulga atalar qanday qildi degan joyda atliganda chunki hammalar ish qoldiraydi. Xizmat o'rni bor bo'lgan keyin
Naştağa haqiqiy ko'ngil bilalaydigan ota-onalar nihoyatda Az, az to'g'ri. bo'lib, çayni qilib, nonni qilib berib, yo bir stakan sutni qilib berib, men naştani qilibman, qolganini tushda maktabda yeysa deydi. Andan bu ota-onalarmi ishga ketadi, bolalarmi maktabga bordi, u darsning salmoqi haqiqatan biz o'qigan mazgillardan eg'ir. Unda bo'lganki qo'saq ochidi, qaytib kelish jarayonida ota-onalar yanchiq o'sab qo'ygan pulga suyumlik umaq yemaklarni yeydi. Ani uyga qaytib kelgan keyin ana bo'g'i chiqanda o'ylaydi degan joyda uningda azroq bolalarga bo'lgan bir o'zini kechirmaslik yoki gunohkorlik tuyg'usi kichikkin paydo bo'lib qoldi. Ey, men shu bolamga atdiganda nashta qilib beramagandim. Unda bo'lsa kechda bat poloni bir it bersam, to'g'ri. lag'manni bir it bersam deb kechki tomoq zo'lab, oyada qimiyada ozuqlikninki tampon bo'lishi. Anını diqqat qilmay faqatlam o'zining hissiyoti bilan o'zini o'zi ta'sirlantirib, "Men bolamga bunday qilib berman" deb keşsiz olaydı. Lekin ma ailede To'g'ri. men sizning nima ish qilganligingizni bilaman. Sizning hozir nimaga ehtiyojingizni bilaman. Men ozuqliklarni qarqoyoq osh qo'ymadim, lekin ozuqlikningki tamponligini saqlab turib, kechda tamoq yema desangizmi, men shuningga bardoshlik beryapman deb. Amaliyotda nurg'un ota-onalar, masalan, sizmi ana, menmi ana, kechda bolalar bir nima yemsa, yurgan Aşnanga tishidash hamda xeyr gapchu. Ham uni ozuqliklar orqali tanishib ilmiy tanishmada ko'rinish. pek yaxshi kelmadi. Undan siz qanday misollar? Umaqlar. Undan xulosiz Zulfinur atiga faqat gaplashish fursati bo'lmadi-ya. Zulfinurning hozirgi shu o'qtirishlardan, turuqlardan qarsilar, shu usul kasbida daklam ta'sir beryotdi-ku menga. Shunday emasmi? Hozir usul yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Ha, undan xulosiz hozir san'at maktabiga imtihon berdingmi endi? Tayyor qotdi. Asli o'ylaganimda ikkilisi mushu jihatga menib ketmasa, birsiz bo'lsa bo'ldi, yetarli deb o'ylagandan kichkimda qiziqib ketmagan, qiziqmagandan ochisidek majburlash, opirib soat o'ginisa deb kichik vaqt unda qilmadim-ku. O'zim ixtiyoriga qarab birsi bo'lsin, bir o'zi xohlagan bir erkak bir qilib baqson desam, buni bilib bilmay oila muhiti ochisining ta'siri bilan bilib bilmaylam kirib qoldi buningga. Shuning bilan o'tgan yil boshlab dedim, men shu ocham o'qigan maktab o'qisam deb. Degandan keyin oldingi yil qishda qish ta'tilda opirib shu maktabning sharoitlarini o'qish narsani ko'zib keldim. Kelgandan keyin texim qiziqdi. So'ng qaytib kelib hozir bu namda o'zim opirdigan shu yo'q maktabdan shunda o'zi ketib qoldi. Ko'chatga o'tirib berib, ma'lumot qashib berib, darslarni usul o'rganib o'tib, kun 3 dan keyin 2 soat. 1 yil bo'ldi bu mashina davomlash. Bashni yaxshi kelyapti. Bu yil boshlang'ich 5-sinfda bittasi kelar yildan buni bir sinab, ochiq o'qigan maktabga imtihon bergis baqildi biz yana davomli shu ko'ni yo'lni. Shu bir narsa degim kelib qoldi malim. Ilqi ko'pincha bunday ekanchu, birinchi farzandda tunji farzand bo'lgandan keyin qanday tarbiyalashni bilmay, uningga bir orzu nishon berishni bilmay, undan keyin yoki bo'lmasa cho'nglar qarab berib, bunda bo'lib o'tib ketib, undan keyin ko'pinchisi birinchi balda u birinchi balsi da bek natijam ko'rilib ketmaydi, normal bo'ldi. Ikkinchisiga kelganda bek kuchab ketadigan ahvollar kuchliroq bo'ladi ekanda. Asli men o'tganda bir materialdan ko'rdim. Birinchi balni sen yaxshi tarbiyalab olsanglar, ikkinchisi kuchmisangmi bo'ldi. Chunki uning oldida bir mo'bami bor, ikkinchisining oldida bir ulgu bo'ldigan odammi bor. Ashning kayindan izidan meniblam, u tabiiylam o'rganishda bo'lsin, boshqa jihatda bo'lsin, hamma jihatdan yo aksini yo ajisini do'rab tabiiyli o'zligidan yaxshi bo'lib mangdi deb shunda bir narsani ko'rgandimda, shu so'z hozir naq bularningki oilasida tisham bo'l ko'rindi. Ama çoğu Elfinur'u şundak küçep, acır kıgandan keyin Zulfinur tabiiyla açamdak bulma. Acısına mektebe barma deyiştim sebep çoğum işkisi. Bizden mektep bekpeyiz ki kamçağa gidip güzel buldu. Şunlar oynaydı, şunlar meşgulümüz. Adeti çık paranlaşamızlar aşkınla. Kaçlık paranlaştılar? Telefonu kaç paramızla? 2 saatmiş. Saat dinlen değilsinler. Şu siz ayada qanday qilyapsiz? Shu tamoq yedingizmi? Dudam bugün meni iştim, yemem diye qarang degan gapdan deysizlar, deyishmabsizlar. Ha, yanchi. Shu Suv qilamisizlar bir-biringlarga. Mashq japalik haqida paranlaşamızlar. Mashqning japalikligi haqida. Aşağı yiyip ketdim degan ko'p yezi qilgan vaqtlarimiz bormi shug'ulab. Sen qanday chididing, men chidayapman, deganda bir narsalardan bu. Taxojimi ko'ringmi? Shu
Siz kim çoxsanız şu mən bil tanışıb miyədə oxuyursunuz demiş. Yani kesiniz, binaydım kesiniz diye şu küçücük Şunaq sukuni dadınızga da baxdınızmı? Dadınız nemi deydi? Şu maqıdım ağırsak kiler qıdım ağırmaydı. İkisi oxşaş gapirken. Ama şu bir ailede hem balalar meyil nişan belgileş bulsun, meyil olan yetekleşti bulsun, ailedeki şu er ayalının göz karşının bir yerden buluşu mu pek mühimken dep oylayman. Çünkü bir ailede mesela bu dadı operimiz, ügütümüz dese opsi nimiş kılıp oldu? Dadan yok bugün kap kaldı gibi olsa belki yana bular şu nişan bilen mağanmaslığı mümkündü. Demek hem de ailede ayalığınız hem de balalarını mektep apırdıgan, mesela terbiyeleşlerek apırdıgan işlerine bevasitı kirenmegini bilen lekin her vaqt sizlarni qo'llab ekanda o'zim ish kasbdan chiqamag'ashqa. O'zi kasbni biladi, kasbni tushunadi, anadikan. Haliqi biz masalan bir ishni qilaman, men bolalardan qo'l deb qarashtirmaydi, bizga ilhom berdi. Yaxshi qila oladi, mushta yaxshi qilinadi bolalarga. Uy kelgandan keyin qiz bola bo'lgandan keyin opsiga bakrab dedikidim, yerib ketdim, unda bo'ldim desa, bolam dadang sizdan mana japatatmi, mana japatatmi, cho'qqim. Mushta bir uzg'uch natija bo'lish kerak. Siz bugun menga mushkun keldingiz, yana davomli tirishsangiz, yaxshi yaxshi natijaga erishsiz deb nim qildi endi mushadimi ikra orqali ayolimga uchun ko'nglimda rahmat aytdim. Bizning atrofimizda bilganlar men ündüdar çemberekki çıqraqmış ballarniki narsalarni üzərindən apağını, məşq qatqan narsani çıxarğan ki, başqalar oylayır ki, oyalmış bika jürüb ketgan moda, toylar verib, çaylar oynayatqan moda, nemish kar yo'q debçi bir xil. Əmət onda emas. Ayol kişinin sizlərmə ayol kişi bolğan ki, bizlər bu öydəki qılğan, öy tozlaydigan, kiyim-kechakni tamoqda onundan bizning ishimiz hech qancha emas, abbalni apib qo'yib degandan ki, birdamlikli bir yarim soat tugaydi. O ayol kişinin oyda qildigan ishi bakchaq, uning ustiga onanınki mush tarbiyadagi uy ichidagi tarbiyasi mo bir qizlar uchun pek muhim emasmi? Sho'ng men sen balni ilqi apamidan o deb kirish olmayman. Men bu sirtning ishi bo'lganki, men ish bo'lganki, bu sirtdagi bu vazifa cho'qim meningki men faqat pul tepib xizmat qilib oilaga iqtisodiy jihatdan kirim akirishlar mening vazifam emas. Mush balimiz sirt o'rganishga bir opirgan sirtning ishi bu. Bumi mening o'zimning vazifasi deb qarayman. Ayolim hamda mush balni axloq jihatdan, bilan tarbiyalash mush jihatdagi tarbiyani aile terbiyesini bu cihetin çoğun tutudu. Çoğun işkimizden alıqı iş ayrımızı burunlamış vallahi tuğulğandan şuna iniq verilip ketken. Çoğun etrafındaki dostlarga deydiğanim da hata düşünüş bolup qalmasa demek. Bəzi deganlar bak, bu ayolun püngüçərini çıxarıb qoymaysa çemberektim yo'q. Ajırıb ketdim o ya bolalar bilan kar yo'q. Həmişin sənli qop. Bunda emas bu faqat mening bir qismlarda bizniki ma'lum balni günüşkə bir kurs qapağımız turmuşumuzdan belki bir 10% yetmesi mümkün. Men qilgan ishim hech qancha ish emas bu. Ayolimniki xizmat qilib turib, ya'ni uydagi ishlarni nurg'un ishlarning zimmasiga elib qilayotganini, faqat ularniki ko'migini bizning bu to'liq ifodalamagan yerimiz bor. Shu ayolimniki nurg'un japa tatdi. Mushtatda ayolimga shundoq shuning bilan birga ekrandagi barliq bal uchun jon ko'ydirayotgan Alloh uchun ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizlarning oyda nishon bakini, birlikda ittifoqi bak yaxshi, ish taqsimotini aniq bo'lg'ashqa, bir-biringlarning hissiyatiga kira oladigansizlar, coaching deymiz-ku, o'rtaq hissiyati bo'la oladigansizlar. Qarshi tarafdan maydan turib, o'ylay oladi. Hatto mashqqa ochisinildimi shu, ochisin qanday jafo tatgan hissiyatlarni sinsi keyindan izbosar bo'lib his mangduda, shu vaqtda endi başqa odamlardan masala so'rmay, bevasi ochidan masala so'rgan chog'da Ağaçının bergen cevabı, maddadının bergen cevabıdan besip gidiyor. Çünkü ağaçı o uzun ötmey, 2 yıldan aldı da şu pelenpeylerini besip ötken boğan ki bu Elfin Nur'umu şundak yaxşı ülügü bulaydı ki. Şu an ailenin bir iş taksimatıdan yalnız anı bilen dadılar mı? Belki ağaçı bilen sınırının otursun mu? Nahit yaxşı bir güzel boğan tempomluk var ki davamlaştırırlar. Ben bakmış buldum. Ben pek tasirlendim. En mühimi. Pek tasirlendim. Hakikaten bir ailenki hem de aldı bilen inaqlığı boğan vakitte andın o ailenki bəxti, farzandlarning xo'shallig'i, ularning natijasi hamma narsa maydon keldikan. Buningda ham ayol har shakl tarafniki o'rtaq bir nishonda, o'rtaq bir maqsadda tang mush oilani gullantirish uchun tirishchilik ko'rsatishi bek muhimki. Aylanglar ko'zdagmisin deganki suhbatlardan nihoyatda chiqib bilimlarga ega bo'ldik. Shundoq huzurlandik, muhimi ha.
Şunda hoş bulduk. Aylanlar köz tegnisin. Bugünkü aile söhbetinden men nayeti təsirlendim. Hem nurgulgan uygunuşlar bar boldy. Mındaq bir işladım kep qaldy. Biz daim mındaq deymiz-cu. Bala tug'ilishidinla o'zi bir ayrim xoslikqa ega bo'lgan melodiya. Agar bu melodiyani vaqtida bayqab, xuddi Alfinurning naqshida usulda talanti borligini bayqagandek, uni erkiga qo'yib berib, bu melodiyaning davomlashishi uchun biz faqat harakatimiz bilan hamroh bo'lsaqlam, eng go'zal kuy chiqadi. Lekin bizning nurg'ulgan ata-onalar qanday xatolik sodir qildi degan chog'da melodiyani balaning o'zining qo'li qo'yib qo'ymay, dirijorlik tayqini qo'liga elib aslida güzel bo'lgan valisning muzikasi bo'lsa, uni nati tezlashtirib rock muzikasi qilitishi mumkin. Bu orliqda dirijorlik qilayotgan ota-onami qiynaldi. Asli o'zining melodiya qilbidan chiqib ketgan bola bir qiynaldi. Lekin biz bugungi oildan dadaninki va ota-onaninki balaning qanday melodiya ekanligini bayqab, ham o'zining bayqishiga hurmat qilib, buning nati güzel bir kuy chiqarishiga keynseptin yardım berginden men hoş buldum. Barliq atalardan şunu ümit qilaman, balangizning tanlashiga hurmat qiling ham ishining. Onunga har vaqt hamroh bo'ling, chuqur go'zal melodiya oilangizda yangraydi. Rahmat. Ahirda programma grupimizning bu sevimli aile uchun tayyorlagan azroq ko'ngil so'g'imiz bordi. Ko'ngil so'g'imizni qabul qilinglar. Bu bolalarimiz eng yaxshi ko'rib yeydigan misran qizlari. Bunu künde birden yavaşsın. Ondan keyin bizning chumölininki Taylanddan import qilingan kauchuk yelimi ishlatilgan balla yastig'i, Indoneziya yastig'i qabul qilinglar. Umaq qizlarimizga. Undan boshqa Al-Xumarninki mushu jigdi yelimida ishlagan chash quvvatlash malhami apanglar hisob qildim sevimli ayolingizga. Badan malhami. Ondan başqa yana mushu Muborak muallimninki idrok psixik taraqqiyot markazi ta'minlagan oilaviy qumtaqda o'yindan bir qitim sizlarga axsus qildik. Bu bak ko'ngilli o'yinkanchi odamninki mushu bir oylik ishlar bilan o'ynatmoq qumtaqdan tizgandan keyin uning ichki dunyosidagi masalalarni ichbagil bo'ldi ekan-ku muallim. Cho'qim Alfinurlar minishning oldida bir qitim berib sinab yiqishinglarni umid qilamiz. Qarshalamiz. Sizlarning qimmatli vaqtinglarni ajratib kelganinglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Programımızdan belki ekran aldığındaki dostlarımızmı bizge o'xshamaydigan ozuqlarni aldı. Her qism programımızdan sizlarga o'xshamaydigan ozuqlarni hem meyve berish bizning boshlatib bo'lmaydigan mas'uliyatimiz ham majburiyatimiz. Programımızdan huzur olgan bo'lsanglar, albatta qilgan ajrimizdan bizmi ko'pdan ko'p mamnun bo'lamiz. Bo'lganda xo'sa, bugungi programmamiz michada oxirlashdi. Xayr xo'sh. Analar izleyen sifat. Balalar teşna xuşallık. İşenç, muhabbet, çümül aileside. Ana muhabbeti en saftır. Çümüle balalar yürüyüş asraç soğatlık yürüyüşlüğü. Çümüle. Hazırkı zamanda kim çiçeği ilim çapıdı? Jigdi yelimi çaşni oziqlandirib, jalliq qiladi. Ilim çaptığımda teşik çıkmamdı. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirman, mana bugun jigdi yelimi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yelimi va quyruqmaydan ishlangan al-xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq paqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yelimi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-xumar jigdi yelimi, quyruqmay chash oziqlash gavhari. Mana balla, abide gazlık soda suyunu muz bilen tanışacaksınız. Bek beyzi. Her bir yudumda sizge o'xshamagan tam tuyg'usi ato qiladi. Ammamsa